Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Buxoro shahar 7-mikrorayon Sofmet oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning birinchi qavatidan bir xonali, ikki xonali qilingan, yana bonusiga podvali ham plus yana remonti bilan birgalikda sotilmoqda. Bu eshikdan kirish qismi, uyimiz past studiya taxlangan. Bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun joy, oshxona mebellari, kir yuvish mashinkasi, gaz plitasi, vытяжка, Samsung brendidan muzlatgich, yana u yoqdagi polностью laminatlangan yaxshi gilamlardan qo'yilgan. Bu yerda sanusul xonamiz, kladovka hamda xonalarimiz. Birinchi xonalarimizni ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklar. Bu tomon u yoqdagi pol qilingan gilamlar to'shalgan, ikkita односпальный qo'yilgan. Uyimiz dibuq konturda isitish tizimi bilan isitiladi hamda akvaplast deraza romlari qo'yilgan. Undan tashqari jalyuzi ham qilingan. Ikkita bu yerda lustra qo'yilgan, LG brendidan televizor hamda bu yerda yana bitta xonamiz. Bu yerni siz radiatsiya spalni sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu yerda shkafimiz mavjud hamda batareyalar. Bu tomon glukhoy emas. Keyin undan tashqari bu eshiklarimiz akvaplast eshiklardan. Bu yerni siz kladovka, garderobni sifatida ishlatishingiz mumkin. O'zingizning ideyangizga qarab. Hamda yuvinish xonasi polностью kafel qilingan, vanna, rakvina mavjud. Endilikda hojatxonamizni ko'rib o'tamiz. Hojatxonamiz ham polностью kafel qilingan, unitaz, aristo ham mavjud. Undan tashqari yana podvali ham polностью remont qilingan, podvalda ham hojatxona mavjud. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan bermang. Buxoro shahar Sofmet oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning birinchi qavatidan birinchi hamda -1 proyektga ega bo'lgan uylarimiz sotilmoqda. Arzongina uyning egasiga tez srochka pul kerakligi uchun narxlarni yozib qoldiramiz. Yana savdosi ham mavjud. Nomerni ham qoldiramiz. Albatta bizga bog'laning. Rahmat.